Bu shumkasi naves bo'ladi, qadrdonlar. Mana bu esa shumkali naves bo'ladi. Bundan o'sha yomg'ir yog'sa ham ovoz chiqmaydigandan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, ustakalarimiz shunaqangi shumkali navesdan yana bitta Fayzli xonadonga chiroyli qilib o'rnashtirib berishibdi. Razmeriga keladigan bo'lsak, uzunligi 15 metr, eniga 5 metr, общий kvadrati 75 kvadrat bo'lyapti. Ustakalarimiz hamma yo'g'ini o'zlari uylarda, ustaxonalarda tayyorlab kelib, 2 kunda o'rnashtirib ketibdi. Shumkali deyishimizga sabab qadrdonlar, birinchi unaqa MDF, ya'ni DVP qo'yilgan, uni ustidan falga qo'yilgan, ustidan esa profinastil qalindan, zo'ridan qilib berishibdi. Bu narsani ketyapti turgan usta haqi, materiali, olib kelib ustanovkasi bilan 1 kvadratini bitishi 300 ming so'm ekan. Общий summasi 22 million. Shunday emas ekan? 22 millionga bitgan navesni ko'rib turibsizlar. Xohlasangiz bu narsani uzuntoq qilib berish mumkin, bo'lmasa Lexalli naveslarni ham qilib berishaveradi. Uzuntoqda 1 kvadratini bitishi 160 ming so'mdan 190 ming so'mgacha. Agarda Lexalli naves kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham holatiga qarab turib 450 ming so'mdan 700 ming so'mgacha bitirib berishaveradi ekan. Hozir video syomkamiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan bo'lyapti. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Tamom.